Sarsona. Ushbu hikoya Zuhra ismli qizning hayotidir va o'zi so'zlab bergan umr qismati. Meni aldashdi, nomusimni toptashdi. O'z yaqinlarim o'limim uchun jon berib harakat qilishdi. Qornimda hali tug'ilmagan begunoh farzandim bilan tiriklayin tuproqqa ko'mishdi. Ammo tugamadi, o'lmadim. Men Sarsona Zuhraman. Ko'zlarim yumilib borarkan, so'nggi ko'rgan manzaram menga och bo'ridek yaqinlashib kelayotgan Farhod edi. Vaqtida aytganimni qilganingda osonroq qutularding Zuhra, ammo endi kech. O'sha kecha men yo'qolganim-u, Farhod meni o'g'irlab ketgani, nomusim toptalgani haqida hech kim o'ylab ham ko'rmadi. Men yo'qligimni hatto hech kim sezmadi ham. Bir necha oy avval Farhod u amakimning kuyovi edi. Ota-onam bolaligimda vafot etishgan, meni amakim o'z qaramog'iga olgandi. Uning yakka-yagona qizi Sarvinoz bilan tug'ishgan opa-singildek edik. Opa, turmushga chiqishga aniq tayyormisiz? Menimcha hali biroz ertadek. Opamga ma'yus boqqancha gapirarkanman, xursandligidan 7-osmonda uchayotgan Sarvinoz opam meni hatto eshitmasdi ham. Farhod kim bilasanmi? U shunaqangi kelishgan boy yigit. Shaharda o'zini kompaniyalari bor uni. Yaqinda ko'chada meni ko'rishsa cho'ponning qizi Sarvinoz emas, millioner Farhod Saidovichning rafiqasi Sarvinoz deyishadi Zuhra. Opa, sizsiz men yolg'iz qolaman-ku. Biroz keyinroq turmushga chiqsangiz bo'lmaydimi? O'shanda men ham o'qishga Toshkentga ketardim. Siz esa o'sha Farhodingizni uyiga. Seni tashlab ketadi deb kim aytdi? Men seni o'zim bilan olib ketaman. Farhod akamga sen haqingda aytgandim, u men ko'p safarda bo'lib qolaman. Uyda sen bilan singling bo'lsa, xotirjam bo'laman dedi. Birdan opamni bu so'zlarini eshitib, quvonchdan sakrab yubordim. Yugurib borib opamni quchoqlarkanman, o'sha Farhod deganlari men o'ylagandek olifta, boyvachcha emasdir degan xayolga bordim. Nima bo'lsa ham men hayotimdagi eng yaqin insonim bilan birga bo'laman. Rostdan ham qayerdagi qishloq qiziga uylanyapsanmi? Seni hali ham ishongim kelmayapti. Ali qo'lidagi viski ichayotgan Farhodga qarab gapirdi. Yo qusuringni bilib qolishdimi? Ali biroz cho'chidi. Farhod qora ko'zlarini Aliga tikdi-yu, yengil kuldi. Bilib qolishlariga ozgina qoldi. Baribir qishloq tinch joy. O'sha qiz ham ja ketib o'rgan emas-ku, ammo bo'ladi. 1-2 oy yashashga yetadi. Yigit beparvolarcha yana bir qadah ko'tarar ekan, do'stining o'zingni bilmay qolasan so'zlariga ham quloq solishni xohlamadi. Men mast bo'lmayman. Farhod o'zini tutolmay bar osh taxtasiga suyandi. Hoy yigit, ertaga to'ying. Amakim bilsalar o'ldiradilar. Kelin ketib qoladi. Alining to'xtatish uchun so'zlari teskari ishladi. O'sha keliningga ham bilasanmi hozir nima qilaman? Farhod telefonni oldi-yu, Sarvinozga nimadirlar deb yozdi. Ertaga to'y. Butun uy to'y uchun tayyorlangan, ammo kuyovning kechasi bo'lajak kelini zudlik bilan chiq deya yuborgan xabari Sarvinozni qo'rqitdi. Opam xonasidan shoshib chiqayotganida ichkariga kirib qoldim. Xonadan baland hidli atir anqib turar. Sarvinoz esa xush kayfiyatda oynaga qarab pardoz qilayotgandi.
Meni ko'rishi bilan qo'limdan ushlab eshik tomon tortqiladi. Bir joyga borishimiz kerak. Otam ko'rib qolmasin, iltimos. Kech bo'ldi-ku, opa. Qorong'ulikdan qo'rqaman. Ertaga chiqa qolaylik. Negadir ko'nglim chopmayapti. Yoningda turibman-ku, Zuhra. Opangni yolg'iz tashqariga chiqarmassan hali. Tez qaytamiz, iltimos, iltimos. Istar istamas yonida salqin havoda opamning ortidan ergashdim. Bolaligimdan qorong'ulikdan qo'rqardim. Opamning etagidan siqimlab o'zimni tinchlantirishga harakat qildim. Birdan qarshimizda turgan tanish mashinani ko'rib tushunib yetdim. Demak, Farhod opam bilan ko'rishmoqchi bo'libdi-da. Sarvinoz kuyovning yoniga borishdan oldin egnidagi sharfni sovuq qotmasligim uchun egnimga tashlab shu yerda kutib turishimni aytdi. Sarvinoz, keldingmi? Mashinaga o'tir. Bir masalada gaplashib olishimiz kerak. Qo'rqma. Axir ertaga to'yimiz, yaqinda ering bo'laman. Farhod g'alati kuldi. Sarvinoz iymanibgina mashinaga o'tirdi-da, Farhodga xavotirli, lekin yumshoq nigoh bilan qarab turdi. Tinmay ichganidan ko'z atrofi xiralashgan yigit uning iyagidan ushlab past ovozda pichirladi. Biz kutgan kun ertaga keladi. Ya'ni to'yimiz. Seni malikam, xotinimga aylantiraman. Lekin bugun bir ish qilaylik. Sovuqdan qaltirab qachon suhbatlari yaqinlarkin deb ular tarafga qarasam, Farhodning qo'li opamning yuzida edi. Bir on opamga shu darajada havas qildim, meni ham baxtim opamdek go'zal bo'lsin. Ammo bir soniyaga qolmay chiroqlari yoqiq mashinaning oynasiga opamning qoni sachradi. O'sha joyda men tugadim. Farhod qarshisidagi qizning ko'ksiga o'z yuzini ko'mar ekan, Sarvinoz bir on titrab ketdi. Yigit bundan ko'prog'ini xohlar. Sarvinozning qulog'iga esa otasining yillar nomus masalasida aytgan didiyolari plyonka singari aylanib urildi. Farhod, oshirib yuboryapsiz. Shaharda qanday bilmayman-ku, bizda nomus jon masalasi. Ammo Farhod bu gaplarni eshitdi-yu, eshitmagandek yana ham chuqurroq harakat qila boshladi. Sarvinozning oq ko'ylagini yengidan tortdi-yu, yuziga kelib tushgan tarsakidan ishini to'xtatdi. Sarvinoz yigitning so'zlaridan bir on aqlini yo'qotdi. Bu o'sha tarbiyali oilani farzandimi? Hech qanday to'y bo'lmaydi. Sarvinoz mashinadan tushish uchun endi eshik ruchkasini ochmoqchi bo'ldi-yu, Farhod cho'ntagidan chiqarib ulgurgan kichik temir purchasi Sarvinozning ko'ksiga ketma-ket sanchildi. Farhodning tilida esa bir so'z: "Nomusingni joning bilan to'lading" so'zi baralla yangradi. Mashina oynasiga Sarvinozning qoni sachrar ekan, bularni kuzatib turgan Zuhra tik oyoqda tura olmadi. U ko'rdi. Barini, opasini qanday ichaklari sug'urilib olganini ko'rdi. Farhod mashinadan tushgancha yerdagi qizga qarab kuldi. U men tomon yurib kelar ekan, o'sha pichoqdan opamning issiq qoni oqardi. Turdim-u yugurishga tushdim. Har on orqamdan uning telba kulgusi yangrar ekan, qo'rquvdan tanam qaltirardi. Nafasimni ilk bor baland ovozda olayotganimni his qildim. Xudodan shu maniakni qo'lidan qutqarishini yalinib so'rar ekanman. Qo'rg'ongacha yetib olsam bas edi. Qishlog'imiz tog' etagida joylashgan eng baland uy bizniki edi.
Hattoki 100 metr naridan ham bemalol chiroqlari ilg'ab olsa bo'ladigan bu uy ilk bor ko'zimga yetib bo'lmas ro'yodek tuyula boshladi. Nahot shu qadar uzoqlashib ketdik. Yuguryapman, ortimdan izma-iz bo'lish u yoqda tursin, soyadek ergashayotgan yigitdan jon holatda qochyapman. Va nihoyat o'sha dong'i taralgan uyimizni chiroqlarini quyuq tumanda ko'rar ekanman, orqamda yugurib kelayotgan Farhod yanada yaqinlashdi. Bor yo'g'i 30 metr qolgandi. Endi yetay deganimda nimagadir yiqildim. Yiqildim-u yerga gursillab tushdim. Tepamda hansiragancha ko'zlari qizargan Farhod turardi. Tilim orqaga ketay dedi. Endi baqirib yordam so'ramoqchi bo'lganimda peshonamga nimadir bilan qattiq soldi. Ko'zlarimni ochganimda esa o'sha opamni o'ldirgan mashina tomon meni eltayotganini sezdim. Yo'q degancha boshimni silkidim. Farhod telbanamo kuldi. O'shanda ilk bor uni sog' odam emasligini bildim. U meni mashinaga otdi. Otdi-yu o'zi ham orqaga o'tirdi. Ko'zim bor yo'q 30 daqiqa avval ertaga to'yi bo'lishini o'ylab ichiga sig'mayotgan opamning jonsiz tanasiga tushar ekan, ichimda o'sha on o'z jonimni qutqarish emas, qarshimdagi razildan qasos olish ilinji tuyuldi. Va'da beraman, men Zuhra ekanman, sen bu hayotda bir on bo'lsa-da erkin nafas ololmaysan, Farhod. Tushum bo'lishini chin dildan xohladim, ammo tushum bo'lmadi. O'zimdan qanchalik itarishga urinmay shunchalar yopishib olayotgan yigitni kimdir ustimdan olganida o'zimga keldim. Yo'q, hushimdan ketdim. Qulog'imga kirgan ovoz esa yana kasaling tutdimi degan chala yarim ovozlar bo'ldi. Turdim-u o'rnimdan sakrab ketdim. Xonamda opamning kelin ko'ylagi peshonam bog'langan o'zimning xonamda edim. Yotoqdan turmay oynadan pastga qarar ekanman, butun qishloq uyimiz tagida edi. Hammaga buni aytishim kerak. Yotog'imdan tushgancha oqsoqlab endi eshikka yetay deganimda, o'sha tunda qo'lida pichoq bilan ismimni hayqirib aytgan maxluqning ovozi kela boshlaganda qo'lim havoda muallaq qoldi. Hammaga aytaman. Jasoratimni yig'gancha qarshimdagi Farhodga qaradim. U bexavotir qo'lini cho'ntagiga soldi-yu, ayt degandek menga yo'l berdi. Eshikdan endi chiqmoqchi bo'lganimda esa Farhodning qo'llari eshik ruchkasini ushlagan qo'lim ustidan tutdi. Opangning qanday o'ldirganimni ko'rdingmi? Agar hozir kimdirga churq etsang, ukangni ham shunday qismat kutadi. U gapini tugatmasdan xonaga kelinoyim yig'lab kirdi. Uni ilk bor bu holatda ko'rar ekanman, kelishi bilan meni quchoqlab yanada qattiqroq yig'lay boshladi. Nega Sarvinozni yigiti borligini aytmading, Zuhra? Qizim, sharmanda bo'ldik-ku. U esa yuzidan xafa bo'lsa-da, ko'zlari aksini aytib turardi. Farhodjon aytdi, Sarvinoz seni bu holatga solibdi. Yaxshiyam u bor ekan. Tashqarida olomon yig'ilgan. Butun qishloq uyimizga ko'chib kelgan. Ustimda opamga atab olingan kelin ko'ylak. Tashqarida bizning urf-odatlarga ko'ra kuyov va uning do'stlari turishardi. Oynadan o'sha razilga qaraganimni bilaman. Hali 5 ga ham to'lmagan ukamning qo'lidan ushlagancha kuyov jo'ralari bilan nimanidir obdon gaplashib, haringlashib turishardi. Ko'zi meni ko'zimga tutashar ekan, ukamni bir deganda ko'tarib oldi. Bilaman, bu meni qo'rqitish uchun. Qanchalik o'zimni bosishga urinmay bo'lmayapti. Opamni qanday chavaqlab tashlagani ko'z oldimdan ketmayapti. Xona eshigi 2 marta taqilladi. Ba'zor ovozda kiring der ekanman, ko'zimdan yosh oqa boshladi. Amakim tashqarida ommaning oldida qilayotgan soxta tabassumini yo'qotib ichkariga kirdi.
Kirdi-yu, ikki yelkasida og'ir yuk bordek boshini yerga egdi. Men uni oq qildim. Ko'zim kattalashib ketdi. Amaki, axir opam, gapira olmadim. Amakimni ilk bor yig'layotgan holatda ko'rdim. Meni tog'im, menga otalik qilgan, ko'z nuridek katta qilgan amakimni ilk bor qaddi bukilgan, ko'zlarida yosh bilan ko'rib, tilim aylanmay qoldi. Uni qochib ketganida o'zingni ayblama. U razil seni o'rmonda shu holatga solib tashlab ketgan. Yaxshi hamki Farhodjon bor ekan. Kelin sen bo'lishingni u aytdi. Bo'lmasa qishloq oldida yerga kirardik. Gapira olmadim. Tashqaridan kuyov jo'ralarning baqirib kelinni olib kelish uchun kuyov xonaga kirayotgan ovozi yangrar ekan, amakim patani boshimdan ohista yopdi. U barchaning oldida meni asta uyga olib chiqib oq fotiha olar ekan, va'da beraman. Hammasi uchun qasos olaman. Uni qamoqxonaga solmagunimcha menda halovat bo'lmaydi. Qasam ichaman. Doim nimagadir ahd qilaman u ungacha yetib olishni unutaman. Masalan, ayni damda uning xonasida birinchi kecha uchun meni tayyorlashayotganida buni ham yaqinroqdan his qildim. Zuhra yurak hovuchida o'tirar, tashqarida esa kuyov xonaga kirishga tayyorgarlik ko'rardi. Ali yana bir odamni chiqargancha eshikni ortdan berkitib qulfladi. Tilini sug'urib olishim kerak edi. Farhod Zuhraga ishora qildi. Esingni yig'. Aytayapman-ku, yolg'iz emasdim deb. Qizlarning amakisi ham ortimdan kelayotgandek edi. O'zi zo'rg'a ishontirdik. Farhod yuzini qo'llari bilan silagancha qaltirayotgan qo'llariga qaradi. Uni Farhodning miyasida sarvinoz qayta jonlandi. Nima qilding? Qayerga ko'mding? Hay, ko'mdim-da. Sen o'zingga qara, yaxshimisan? Tutmayaptimi kasaling? Yo'q, hozircha yaxshiman. Ammo baribir dorimni beraver. Ali kostyumidan ikkita kichkina oq dorini oldi-yu, suv bilan Farhodga uzatdi. Yaxshi hamki nikohdan avval tibbiy ko'rik yo'q bo'ldi. Bo'lmasa o'sha yerdan to'g'ri qamoqqa yoki jinnixonaga ketarding. Farhod bir o'qraydi-yu o'zini bosdi. Shu kungacha nechta begunohni shu qusri bilan, shu kasali orqasidan narigi dunyoga jo'natmadimi? Doimo orqasini yopib yuruvchi Ali buni hech kimga sezdirmadi. Ammo ota baribir ota-da. O'g'lining qadam bosishi noto'g'ri ekanligini sezdi-yu, to'g'ri yo'lga solmoqchi bo'ldi. Ammo bo'lmadi. Oxiri boshini ikkita qilish fikriga to'xtaldi. Mana natija. Bir oydan beri biror marta soyasini ko'rsatmagan bu kasali to'ydan bir kun oldin qo'zidi. Farhodning xolasi belgilangan soatdan o'tdi deya xitobidan kelinning oldiga kirar ekan, Ali tashqarida sergak turdi. Nimadir bo'lsa jasadni yo'q qilish kerak. Zuhra oldiga kirgan Farhoddan cho'chib o'zini ortga oldi. Chiqing. Zuhra yuziga to'silgan oq ro'moldan bazo'r Farhodga qaragancha gapirdi. Endi sen meni xotinimsan, Zuhra. Birinchi qism tugadi.